Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Hozir birinchi kurs o'quvchimiz Norboyev Azizbek tomonidan bajarilgan nuklein kislotalarga doir bitta masala yechimi bilan tanishasiz. Marhamat. Ma'lum bir denkada nukleotidlar va vodorod bog'lar soni 3 ga 4 nisbatda. Shu denkadan oqsil sintezlanish jarayonida 3582 gram suv hosil bo'ldi. Shu denkadagi adenin, guanin, sitozinlarning yig'indisini timinlarga bo'lgan nisbatini toping. 3582 gram suv berilgan, 18 ga bo'lsak 199 mol suv hosil bo'ladi. Bu 199 mol suvimiz peptid bog'lar soniga teng. Mana shu peptid bog'lar soniga 1 ni qo'shsak 200 ta aminokislota chiqadi. Endi 200 ni 6 ga ko'paytirsak 1200 ta shu denkadagi nukleotidimiz hosil bo'ladi. Endi savolda aytgan nukleotid va vodorod bog'lar nisbati 3 ga 4 degan. 1200 ni 3 nisbat deb olsak 4 nisbat nechaga teng bo'ladi? Ya'ni 1600 taga teng bo'ladi va bu vodorod bog'lar soniga teng. Endi vodorod bog'lar sonidan nukleotidlar sonini ayirsak 400 ta guanin chiqadi. Va 400 ta guanindan foydalanib 200 ta adenin ham borligini aniqlasak bo'ladi. Endi savolda adenin, guanin, sitozinning yig'indisini timinga bo'lgan nisbatini so'ragan. Bizda adenin, guanin, sitozin yig'indisi 1000 ga teng. Ikkalasining nisbati 1000 ga 200, ya'ni 5 ga 1 nisbatda bo'ladi.